Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Bugun sizlar bilan birinchi ta'limda sun'iy intellektni foydalanish darsimizni birinchi qismida birinchi sun'iy intellekt bilan tanishamiz. Birinchi sun'iy intellektimizning nomi Notebook LM deb yoziladi. Poiskga, ya'ni Google brauzerga shuni yozasiz. Enter tugmasini bosamiz. Bizda chiqqan ro'yxatdan birinchisini tanlaymiz. Birinchisini tanlaganimizda sun'iy intellektning saytiga kiradi. Demak, ekran oynasi mana shu tartibda ochiladi. Bizga kerak bo'ladigan birinchi bo'limi mana bu yerdagi Paprovod Notebook LM deb turibdi. O'shani bosamiz. Demak, daftarimiz yuklanyapti. Daftarimiz ochilyapti. Demak, bizda yangi yaratish degan tugmani bosamiz. Keyin yangi yaratish tugmasini bosganimizdan keyin biz uchun chiqadigan yangi oynada ma'lumotlar so'raydi. O'sha ma'lumotlar berilgandan so'ng natija qaysi tilda chiqishi, ya'ni ingliz, o'zbek yoki boshqa tillarda chiqishi ham mumkin. Demak, bizda quyidagi oyna chiqadi. Bu oynada biz o'zimizga kerakli bo'limlarni tanlashimiz kerak bo'ladi. E'tibor bersak, bu yerda fayllarni yuklash, veb-saytlar, drive va matn nusxalash degan joy bor. Fayl yuklash birinchi bo'limida biz ma'lumotlarni kompyuterimiz xotirasida bo'lsa agar yoki telefonimizdan ham foydalanganimiz telefonni xotirasida bo'lsa agar shu xotiradagi ma'lumotlarni yuklashimiz mumkin bo'ladi. O'sha asosda bizga kerakli bo'lgan yoki slayd yoki viktorina yoki flash kartalar, tarqatma materiallar yaratib berishi mumkin bo'ladi. Ikkinchi qismda veb-saytlar. Bu veb-sayt yoki internet sayti yoki YouTube'dagi biror bir video darsni yoki ma'lumotni olib, veb-saytdagi ma'lumotni shu yerga joylashtirishimiz ham mumkin bo'ladi. Uchinchisi drive. Bu Google diskimizdagi ma'lumotlarni joylashtirishimiz mumkin. U kimdir Google diskida ma'lumotlar bo'lsa, shu yerdan joylashtirib qo'yish mumkin bo'ladi. To'rtinchisi esa matn nusxalash. Wordda yoki PDF yoki internet saytlaridagi ma'lumotni nusxalab olib, keyin joylashtirishimiz ham mumkin bo'ladi. Asosan men ikkinchi qismdan foydalanaman, ya'ni veb-saytlar orqali ma'lumotlarni ssilkasini olib, manzilini olib, shu yerga joylashtirishimiz mumkin bo'ladi. Demak, kiraman shu bo'limga, istalgan havolani joylang deyapti. Menga istalgan havola kerakli havolani topishim uchun YouTube'ga kirdimda, YouTube'da o'zimga kerak bo'lgan mavzuni yozdim. Natural sonlar va ular ustida ishlash. Istalgan video darsda olamanda, masalan, ikkinchi video darsda olmoqchi bo'lsam, uchta chiziqchaga bosib, ulashish tugmasini bosamanda, keyin nusxalab olish degan knopkani bosaman. Keyin X ni bosib chiqamanda, boyagi joyga qaytaman. Notebook LM ga qaytamanda, shu yerga boyagi ssilkani manzilni joylashim kerak bo'ladi. Joylab olamanda, e'tibor bersam, bitta manzil mavjud. Menda shu manzildagi videodagi ma'lumotlar bo'yicha hozir menga xohlagan ma'lumotni chiqarib beradi. Keyin bu menga bitta ssilka kamlik qilsa, ya'ni bitta videoni o'zidagi ma'lumotlar menga kamlik qilsa, yana bitta yoki istalgancha video ssilkalarni ham joylashimiz mumkin. Buning uchun men Enter bilan Shift tugmasini bosib, birgalikda keyingi bo'lim tagiga tushib olamanda, keyin boyagi YouTube'ga qaytib, YouTube'dan boshqa video darsni olishim mumkin. Masalan, deylik, mana bu videosi menga yoqdi va shundagi 3 ta tugmani bosib, ulashish tugmasini bosamanda va yana nusxalash tugmasini bosib, nusxalab olaman. Keyin yana boyagi sun'iy intellekt saytiga qaytib, bu yerga ham o'sha videoni ssilkasini joylab olaman. Ikkita video bo'ldi va birin-ketin mana shu tartibda tagma-tag joylashtirib ketishingiz mumkin bo'ladi. Keyin kiritish tugmasini bosish orqali manbalarimni ekranimning chap tarafida joylashayotganini ko'rishim mumkin.
Agar menga yana qo'shimcha manbalar kerak bo'lsa, ya'ni ma'lumotlar kerak bo'lsa, manba qo'shish tugmasi orqali ya'ni ma'lumotlar qo'shib borishim mumkin bo'ladi. Endi ma'lumotlarim joylangandan keyin bu yerda studiya bo'limida menda 9 ta qo'shimcha ravishda buyruqlar paydo bo'ladi. Bu yerda men istaganimni foydalanib o'zimga kerak bo'lgan ma'lumotni tanlab olishim mumkin. Birinchisida audio sarhisob. Endi bu asosan sun'iy intellekt ingliz tilida yaratilgani uchun ingliz tilidagi ma'lumotni bizga beradi. Agar masalan mana shu mavzu bo'yicha bizga audio ko'rinishda ma'lumot kerak bo'lsa, ma'lumotni audio shaklda gapirib beradi o'zi. Xohlasak podkast ko'rinishda, xohlasak ma'lumotni qisqa shaklda ham tushuntirib beradi. Video xulosa ham xuddi shunday, ingliz tilida ko'proq ma'lumotlarni tahlil qilib beradi. O'zbek tiliga to'liq hozir shakllanmagan, ya'ni to'liq o'zbek tilida bu ma'lumotlarni yetkazib bera olmaydi. Aql xaritasi yaratishimiz mumkin. Deylik, mana shu ma'lumot bo'yicha aql xaritasini yaratib, biz natijani ko'ramiz. Hisobot yaratishimiz mumkin. Shu mavzu bo'yicha hisobot yaratadi. Masalan, men ko'proq foydalanaman, flash kartalardan foydalanishim mumkin. Ustiga bir marta bosaman, e'tibor beryapsizmi, tagida birin-ketin paydo bo'laveradi. Yaratilib boshlayapti. Aylanyapti, demak u yaratilyapti. Viktorina yaratishimiz mumkin. Viktorina ham bosib qo'yamiz, uni ham yaratib ketaveradi. Slayd, ya'ni prezentatsiya tayyorlashimiz mumkin bo'ladi. Qolganlarim asosan bizga darsda foydalanishimizga kamroq ishlatiladi. Asosiy ishlatilganini belgilab ketdim. Endi pastroqqa tushaman. Pastroqqa tushsam, bizda yaratilgan ma'lumotlarimiz mana yaratilib bo'lingandan keyin mana bu shaklda paydo bo'ladi. Demak, tayyorni ustiga bosamanda natijani ko'raman. Qarasam, natijada natural sonlar, butun sonlar matematikasi ikkita manbaga asoslangan shaklda yaratilgan. Sonning turlari, strelkani bossam, sonning 3 turga bo'linishini ko'rsatadi. Arifmetik amallar 4 turga bo'linishini ko'rsatadi. Arifmetik tartibi qanday tartibda bo'lishini ko'rsatadi. Va hisobot turlari, hisoblash usullari Demak, bu yerda 3 ta hisoblash usuli orqali ham foydalanish mumkinligini ko'rsatadi. Bu ma'lumot menga kerak bo'lsa, mana bu strelkani bosish orqali o'zimni telefonim yoki kompyuterimga ma'lumotni joylab olishim mumkin bo'ladi. Demak, bu oynani yopishimiz uchun yonidagi mana bu strelka yonidagi tugmani bosamiz. Bu oyna yopiladi. Keyin menga kerak bo'lgan keyingi yuklanib bo'lingan ma'lumotni ko'rmoqchi bo'lsam, mana bu aql xaritasini yopish tugmasini bosish orqali asosiy oynaga chiqib olaman. Pastga tushsam, arifmetik flash kartalar, ya'ni mana bu tarqatma materiallarimiz ham tayyor bo'ldi. Ustiga bosamanda menga namunaviy tarqatma materiallarni ko'rsatadi. E'tibor bersangiz, o'zbek tilida yozyapti. Nima uchun bu o'zbek tilida chiqadi? Kimnidir kompyuterda ingliz tilida, kimnidir rus tilida chiqib ketadi mana shu ma'lumotlar. Bular o'zbek tilida chiqishi uchun sizda ham sozlamalar bo'limiga kirib, bu yerda natija tili degan bo'limga kirasiz va bu yerda sizga kerakli bo'lgan tilni tanlab olasiz. Tillar ro'yxati chiqadi. Belarus, rus va xullas istalgan tillar chiqadi, lekin bu yerda o'zbek tili ham mavjud. Mana bu yerda o'zbek tili ham hozir chiqadi, ko'ramiz. Yo'q, o'zbek tili emas, latin degan til bor. Bu latin tilini bossangiz, sizga o'zbek tilida qilib bermaydi buni. Eng o'zbek tilida chiqishi uchun eng asosiy birinchi birlamchi degan tugmani bosib qo'ysangiz, o'zingizga mos tilda flash kartalarni ham chiqarib beradi. Hattoki prezentatsiyani ham o'zbek tilida chiqarib beradi. Demak, shu birlamchini bosib, saqlash tugmasini bosib chiqib ketamiz bu yerdan. Boyagi tayyor flash kartalarimizga e'tibor bering. 20 bitta tarqatma material tayyorladi. Natural sonlar nima uchun ishlatiladi? Tagiga knopkani bossangiz, javobni ko'rishga bossangiz, bizda ma'lumot savolning javobini ham chiqarib beradi. Keyingi tugmaga bossak, eng kichik natural son qaysi? Javobni ko'rishga bossak, natijasini chiqarib beradi. Tushuntirishga kirsangiz, o'sha ma'lumotni tushuntirib ham beradi. Nima uchun 1 ekanligi haqida ma'lumot ham beradi. Xullas, keyingilarni shu tartibda ko'rib ketaverasiz. Bu oynani ham yopmoqchi bo'lsam, quyidagi tugmani bosib, asosiy ekranga qaytib olaman.
Slaydimiz ham tayyor bo'lyapti. Ungacha arifmetika test, ya'ni boyagi viktorina tayyor bo'libdi. Bunga ham kirib ko'ramiz. Mana savollar. Quyidagi sonlardan qaysi bir natural sonlar to'plamiga kirmaydi? Mana bizga savolga mos variantlardan beryapti. Bittasini belgilab ketishimiz mumkin. Bu onlayn shaklda amalga oshiriladi javoblari. Mana ko'ryapsizlar. To'g'ri bo'lsa to'g'rini belgilab ketadi. Keyingisini bosamiz. Keyingisi ham xuddi shunday ketaveradi savollar va kattaroq ekranda ko'rishimiz uchun mana buni tugmani bossak, ma'lumotimiz kattaroq ekranda chiqadi. Mana o'quvchilar darsda shu asosiy ekranda foydalanib savol javob qilishimiz mumkin, test ishlashimiz mumkin o'quvchilar bilan birgalikda. Keyingisini bossak, natijalarga keyingi savollarga o'tib ketaveradi va X tugmasini bosib chiqib ketamiz. Bizga keyingi asosiy qiladigan ishi bu slayd tayyorlab beryapti hozir. Slayd ko'ramiz, yaratib bo'lgandan keyin natijasi qanday chiqar ekan. Demak, ozroq vaqt o'tgandan keyin prezentatsiyamiz ham tayyor bo'ldi. Ichiga kirib tekshirib ko'ramiz, natijasi qanday chiqibdi. Demak, buni kattalashtirib olish uchun mana bu tugmani bosib kattalashtirib olamiz. Mana bizda prezentatsiyamiz asosiy birinchi oynasi. Matematika asoslari, natural va butun sonlar, arifmetika amallar va qoidalarning vizual qo'llanmasi. O'qish va mustaqil o'rganish uchun mo'ljallangan. Keyingi slayd ko'ramiz, keyingi varag'ini ko'ramiz. Mana keyingi varag'ida ham ma'lumotlar beryapti. Mavzu bo'yicha sonlar o'qi, solishtirish va modul. Xullas, har bir haqida ma'lumot bergandan keyin xohlasak buni slayd show ko'rinishida ham ko'rishimiz mumkin. Bitta o'ttizdan yonga ham ketadi. Keyingi bo'limiga bizda bu ma'lumotni, ya'ni bu prezentatsiyani yuklab olishimiz faqat PDF varianti bo'ladi. Ya'ni mana bu strelkani bossak, ma'lumotni bizga PDF shaklida yuklab beradi. PowerPoint'ning PPT, ya'ni o'zining kengaytmasi orqali qilib bera olmaydi. Faqatgina PDF shaklida qilib beradi. PDFdan darsda ham foydalanishimiz mumkin. PDFni ochib bir chekkadan varaqlarni ketma-ket o'tkazib ham o'quvchilarga tushuntirishimiz mumkin bo'ladi. Bugungi sun'iy intellektimiz birinchi mavzusi, birinchi darsi Notebook LM haqida tanishdik sizlar bilan. Hammaga rahmat.